Voy, yon ketib qolyaptimi? Okalar, sizlar uchun maxsus Adixdan Maybach modeli. Xusan, bu yog'iga endi o'zing mahoratni ko'rsatasan. GLS Maybach modeliga ilhomlangan holatda yaratilgan bu modelimiz nomi ham Maybach qo'yildi. Juda ham yoqimli ko'chadan qilingan va ko'ryapsiz, bo'yin qism, o'rta qism, polli tanani full holatda massaj qiladi va massaj qiladigan mexanizmi ham 8 dik qo'yilgan. Ko'ryapsiz, katta geliy holatda ro'liklari. Tashqi ko'rinishi polli plastikda, oq va tirlaganlashgan holatda va diodlari bilan 4 tala kolonkasi bor. Xohlasanglar Bluetooth orqali, xohlasanglar o'zi kresoni o'zida ham o'zini dam oladigan muzikalari ham bor. Bu pishalkalari ham bor, bu yoqda kichkinagina pusherchalari ham bor. Smart qilingan, ko'ryapsiz, polli, bu yoqda smart orqali tablodan tashqari shu orqali boshqasini ham bo'ladi. Salvatni ko'rsangiz, datchiklari ham bor. Tabloni o'zi ham juda ham yoqimli ishlangan, ko'ryapsiz. 24 ta avtoprogramma o'zbek tilida qilingan. Bu yoqda besplatniy zaryadkasi ham eng yaxshisi qo'yilgan, ko'ryapsiz. Hop, oyoq mexanizmi 3 tali qilingan, ko'ryapsiz. Oyoq ikralarini qilgan holatda ikkita yoni orqa oldi. Bu modelimizda shunaqangi amortizator joylashganki, eng oxirgi texnologiya ishlab chiqarilgan alyumindan ishlangan pnevma podeskani bajaradi. Kresloda o'tirganingizda kachalka vazifasini bajarib beradi. Narxi juda ham zo'r chiqqan. Pastga yozib qo'yamiz. 5 yil kafolat bilan bizning do'konlarga kelib yoki onlayn buyurtma bersanglar bo'ladi. Adix, oilangiz uchun to'g'ri tanlov.